Jigarim, men uylanganimdan keyin hech qachon o'zgarmayman. Men har doim bir xil yurganman. Sinfdoshlarimga ham, kursdoshlarimga ham vaqt ajrataman. Dashi mahalladagi bolalar bilan birga choyxonalarga ham boramiz degan gaplaring qani Baltun? Ha? 3 yil o'ylayapsanmi? Uylanganing 3 yil bo'ldi. 3 ta yangi yil o'tib ketdi. Paqillatadiganlarda ham yo'q edingsan. Tug'ilgan kunda duv kelmading. Choyxonada duv kelmading. Sen nimaga kelasan sen o'zi? Sen odam bo'lmaysan. Har gal telefon qilaman men o'zim shaxsan. Qo'rqqaningdan telefoningni xotiningga berib qo'yasan, xotiningdan jinnini yoqib, ana Asqar aka vanna deydilar, deydi o'rnida har gal mana shunaqa. Qaynanang tug'ilgan kuni bo'lsa uchib borasan. Qaynatang tug'ilgan kuni bo'lsa uchib borasan. Oshnog'ayniki kelmagansan, sen kelmagan hech qachon. Qo'y, ertaga boshingga tashvish tushar yo'q, hamma o'rtoqlaringdan bitta yordam qil. Mana yordam senga, mana. Xullas oxirgi gapim, sandaka bolalarni bizani kurning ichida patkaplab Короче, nima? Jamoat joyida shilqimlik qilganlik uchun javobgarlik belgilandi. 1,5 million so'm yoki 5 sutkalik qamoq jazo. Nima endi ko'chada qizlar gap otib bo'lmaydimi? Umr oqmas bir tekisdek. Kimlarnidir hasrat yengadir. Men toparman irodani lek. Ko'rgim kelar sizni negadir. Hayot ko'hna dono muallim. Aka, siz ham shunga siqilyapsizmi? Siz siqilibmi qilasiz? Men uylanmaganlar siqilsin, siz uylangansiz-ku. Tupladingizmi? Ha? Voy, bugun qonun chiqdi-yu, tuplaganga 5 sutga. Bo'ldi, tamom. Do'stim, ha do'stim, ko'rinmayla ketding. Cho'lda quy boqib yurgandim do'stim. Sen quy boqmasding-ku. Quy boqish bir bahona edi. U yerdan qizchamni qidirdim. Men nima yaxshi ko'raman. Nega men ham so'z emas. Do'stim, ha do'stim, ko'rinmayla ketding. Cho'lda quy boqib yurgandim do'stim. Sen quy boqmasding-ku. Quy boqish bir bahona edi. U yerdan qizchamni qidirdim. Men nima yaxshi ko'raman. Nega men ham so'z emas. Салам алейкум, всем вам добрый вечер, пацаны. Новостройка коллег ishlar pishgan. Yer ostida mashina qo'yishga желание qalay. 940 ta parkovka nishgan. Uylarimiz modern sergili. Qo'yma manalitdan o'rgili. İçide xususiy poliklinika bordi. Shahar ichida shaharcha zo'rda. Panorama oynalar qo'yib. Quyoshga qaraymiz kel to'ya. Tugab qolmasidan uy-jo'ra. Qo'shni bo'lsak qandayin zo'ra. İsumdan ekidonlar, tımtımazlardan ekidonlar. İsumdan ekidonlar, tımtımazlardan ekidonlar. Yordam kıylar, yordam. Kanal olmayınca. Ha hop. İsumdan ekidonlar, tımtımazlardan ekidonlar. İsumdan ekidonlar, tımtımazlardan ekidonlar. Yordam kıylar, yordam. Kanal olmayınca. İsumdan ekidonlar, İsumdan ekidonlar. İsumdan ekidonlar, tımtımazlardan ekidonlar. Yordam. Kanal olmayınca. Xotinlarning xayolida erlar qanday bo'lish kerak? Labay xotin,
Yo'q, bezdi qilmading bemalol. Ha, pastda ma'lum chiqaman. Xo'p. Xotin, mana vaqtidan kech qolmadim. Adasi qarang, mana qiz chiroyli ekanmi? Vali bo'ldimi, ketdimi tog'ga? Bormayman tog'ga men. Vali iftorlik qotdi deb bolalar bilan borasanmi? Iftorlik qilmayman bolalar bilan. 30 kun xotinim bilan iftorlik qilaman. Boraylar. O'zing tayyor bo'libdi-da. Somsa! Kuygan go'sht yoqtiraman. Qo'li shunaqa shirin xotin. Da. Kuygan go'sht yoqtiraman, kuygan go'sht. Dushmanlarimning eng katta xatosi quruq salfetka ishlab chiqarganidadir. Chunki men flashli salfetka ishlab chiqaryapman. Butun O'zbekistonni hamkorlikka taklif etib qolamiz. Mana shu qo'limdagi salfetkalar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan va Yevropa standartlari asosida. Mana shu salfetkalarning dilerligini biz Buxoroda oldik. Ana endi siz boshqa viloyatdan bo'lsangiz, mana shu salfetkani dilerligini sizga taqdim etmoqchimiz. Bizlar bilan mana shu raqamlarga aloqaga chiqsangiz agar, biz barcha shartlarni tushuntirib o'tamiz va sizga price narxlarda taklif etamiz. Shunchaki mana shu raqamlarga telefon qiling va imkoniyatni qo'ldan boy. Nomerni qidirdim. Obodonlashtirishda ishlaganim bir bahona edi. Musorlar ichidan sizni qidirdim. Zebo, agar uydagilaring menga bersa, menga turmushga chiqarmiding? Bilmadim, endi har holda qiz bolaman-ku. Ular nima deysa shu-da? Uyalma Zebo, uyalma. Chunki baribir uydagilaring menga berishmaydi. Rostdan